9X Ultra mashinasini ham ishlarni bitib berganmiz akamizlarga. Xo'p, biz akamizlarga salon tozalash uchun mana shunaqa ximikatlarni qilib berganmiz. Pena va spreylari bo'ladi. Prozrachniy eshik zashiti oldin pokel yopishtirib qo'yiladi o'shani hisobiga. Xo'p, glянцевый брызгaydigan uslubga qilib berganmiz. Klipslarda bo'ladi. Podkreniydigan ortiqcha joylari umuman teshilmaydi va albatta pultlarga mana shunaqa ko'pchilik ma'qul kelayotgan skronli chexollardan ham qilib berganmiz. 4 ta eshikning ichiga silikon organizer. Xo'p, mana manba televizori pultlariga ham bilasizlar metallический bo'ladi. Silikon chexollar taqib berganmiz. Sifatlari yaxshi. Xo'p, сиденье защита plus атаманкасы bilan komplektida bo'ladi. Холодильник защита juda kerakli bo'lgan aksessuarlardan hisoblanadi. Xo'p, shofyor tarafga keladigan bo'lsak, priborka, mana shu katta monitor va televizorlariga protsudaniy stiklo защиталар yopishtirib berilgan. MagSafe nakladka, silikon podstakannik, bar chexol, organizer, manual paytda rul sirg'anib ketmasligi uchun mana shunaqa alkantara nakladka va mashinada eng kerakli bo'ladigan narsalardan bittasi mana shu kapotdagi setka bo'ladi. Salon filtriga har xil hasharotlar, barglar, musullar kirib qolmasligi uchun juda kerakli bo'ladigan aksessuar. Agarda sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zikr Marketga murojaat qilasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.